qishning eng sovuq kechalaridan biri edi. Shaharda g'alati sukunat hukm surardi. Hatto shamol ham esmasdi. Telefonim birdan jiringladi. Noma'lum raqam. "Eshikni ochma", dedi xirillagan ovoz. "Kim bu?" deb baqirdim. Aloqa uzildi. Avvaliga ahamiyat bermadim, ammo oradan 5 daqiqa o'tib eshik taqilladi. Juda sekin, juda og'ir. Yuragim tez ura boshladi. Soat tungi 03:13 edi. Yana telefon jiringladi. O'sha raqam. U allaqachon sening orqangda turibdi. Qo'rquvdan muzlab qoldim. Orqamga qarashga jur'at eta olmadim. Nafasim qisqarib, tanam sovuq terga botdi. Shu payt quloqim yonida pichirlash eshitildi. "Nega qaramayapsan?" Birdan chiroqlar o'chdi. Qorong'uda faqat bir narsa ko'rindi. Yonib turgan qizil ko'zlar. U yaqinlashardi. Har bir qadami bilan xonadagi havo og'irlashib borardi. Men baqirmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmadi. Ertalab qo'shnilarim eshikni sindirib kirishdi. Uy bo'sh edi. Faqat devorga qon bilan yozilgan bitta jumla bor edi. U endi yolg'iz emas. Telefonim esa pol ustida yotar, ekrani yonib turardi. Oxirgi kiruvchi qo'ng'iroq vaqti 03:13 va qo'ng'iroqning egasi sening raqaming